Assalomu alaykum ustozlar. Hozir 5-sinf to'plamidagi o'zgarish haqida va muhim ma'lumot haqida ma'lumot bermoqchiman. Avvalgi 5-sinf to'plamimizda qanday bo'lgan? Oldin mana bu materiallarni berganmiz. Bu materiallarni o'zingiz kesib, eskisini olib, chizib, keyin mana bunday mana mayoq yoki smart yoritgich yoki mana bu kenguru robotlarni o'zingiz yasagansiz. Faqatgina alpomish robotimiz tayyor holatda edi, ya'ni kesilgan holatda edi. Biz qolgan boshqa 4 ta loyiha ishini ham hammasini mana shunaqa holatga keltirdik hozir. Mana kesib, bu kenguru robotiniki mana ko'rinishi mana shunday holatda biz tekshirib ishlatib ko'rdik hammasini. Undan tashqari smart yoritgich yoki bo'lmasa mayoq loyihalarini ko'rishingiz mumkin. Hammasi chizilgan va kesilgan. Buni chiqarib mana shu mayoqni terib qo'yadi bolalar, ichiga svetodiodni o'rnatib ishlatishlaringiz mumkin. Va alpomish robotini ham biz o'zimiz qayta takomillashtirgan holatda ishlab chiqardik va buni ham tayyor holatda sizga yuboramiz. Xullas 5-sinf to'plamimizda o'zgarishlar bo'ldi. Bu o'zgarishlar ozgina narxiga ta'sir qiladi. Sizlardan bu narsani to'g'ri tushunishlaringizni so'rab qolaman. Sababi qo'shimcha mehnat, qo'shimcha mana materiallar, xarajatlar kiritilganligi uchun. Lekin xudo xolasa hayitga sizlar uchun tayyor turinglar. Bitta chiroyli yana aksiya qilib beramiz. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu o'zgarishlar 5 ta loyiha ishini hammasini mana shunaqa yog'ochlardek tayyor kesilgan holatda tayyorlab qo'yganimiz. 135 ming so'mlik to'plam narxi qanchagacha ko'tarilishi mumkin? Izohlarda yozib qo'yinglar. Xudo xolasa tez orada ana shu haqiqiy narxini e'lon qilamiz.